o'zi to'g'risini aytsam, o'zbekcha kino ko'rmayman uncha. Singlim Sitora Alimjonovani deb kino ko'raman, rolik qanaqa o'ynabdikin deb Ha. ozginagina ko'raman. Bu dachani man ужас kino hayotda ko'rmayman. Ko'nglim ayniydi. Rostdan ko'nglim ko'tarilib ketadi. Lekin bu dachani ko'rdim. Hech qanaqa man his qilmadim ko'ngil aynish, Hmm. ужасligini и shunaqa yengil ko'rdim, maza qilib ko'rdim. Endi mani qizim chiqqani uchun emas. Kino qanaqadir yangilik bo'ldi-da. Bilasizmi, mana masalan, любой proyektda yoki boshqa narsada insonni faqatgina bunday ko'rib turib, ha, yaxshi ekan deydigan emotsiyasiga harakat qilaman. Hmm. Videoda yoki mana shunaqa bir kontentda kichikgina xato juda katta narsa beradi. Hmm. И xatogina sizga отрицательный xarakter beradi. Lekin hamma narsani 10 dan 10% gacha qilsangiz, odam indamay ko'rishligi uchun, sizni maqtashligi uchun emas, Hmm. indamay kamchiligingizni topmasdan ko'rishligi uchun kerak bo'lsa oddiy 1 minutlik videoga Hmm. mani montajini o'ziga 3-4 soatlab ketkazgan vaqtim borda, bir kunlab ketkazgan montajlarim. Hmm. Shuningga haligi nima deyman, odamni shunchaki o'sha narsaga kirib ketishi, uni yaxshi baho berish emas, просто o'sha narsaga, o'sha vaziyatga, o'sha masalan tabiatga olib kirishligini o'zida ancha vaqt mehnat ketadi-da. Chunki hozir aytyapsiz-ku, mana ko'nglim aynimadi. Bu sizda normal holat. Hmm. Bu montajyor yoki operator yoki rang beruvchi sizga mana shu normal holatda olib kelib bergungacha ancha mehnat qiladi. Hmm. Nima demoqchiman? Normal holatga olib kelgungacha mehnat o'zi baland, judayam baland. Hmm.